Assalomu alaykum yana bir marta. Hoji aka yaxshimisiz? Zo'r bo'ldi. Lekin zo'r narsa o'ylab topsizlar. Qaranglar, har yili akvaterimga kelaman, usta bilan usta uchrashmaydi. Lekin narsasini sotsa bo'ldi-da. Hozir bu yerda fakt nima bo'lyapti? O'sha narsani naprin tanishgandan keyin qani bitta qo'yib ko'rchi. Обратный связь to'ppa-to'g'ri. Bu lokatsiyasi chet ekan endi. 6 yoshimdan dadam shu ish bilan shug'ullanishni boshlaganlar va uyimizda bizni sovet paytidan qolib ketgan eski-tuski smesителlarni chochib, ishlatilganlarini kislotaga tashab turib, обратный polirovka qilib, keyin xromirovka qilib, keyin yana обратный yig'lardik. Bu butun sikl smesителdan boshlangan bizda. Undan keyin u yog'iga o'sha zamon takomillashib borardi. Uyimizda majburan, ixtiyoriy majburiy o'rgatish, ya'ni otamizni tijoratlariga yordam berish uchun ayamiz dadangga yordam ber, dadangga yordam ber qilganlariga ham, dadam o'zlari ham bolam yordam ber desalar yo'q demaganligimizni shu kasb egasi bo'lishimiz sababchi bo'ldi. Men prosta nazorat qilganim, sizda siz bir staji bor santexniklarga o'xshab ko'p gapirasiz-da. 15 yil, 17 yil ham bo'lyapti. Odamni psixologik bilib olasanda, u kecha kelmagan bu narsaga deb. Shunday. Shuning uchun ishingizga rivoj, lekin sizniki o'tyapti zo'r. Rahmat. Bizda oblastda ham ko'p bolalar maqtaydi narsalaringizni, mana biz ham ko'ramiz. Endi ko'pincha sizlar olib kelayotgan narsalar Nero degani o'zi nima tushuncha? Shuni tushuntirib bera olmayman. Oldin kapitan Nemo bo'lardi. Sizniki Nero bo'pti-da. Xo'p. Nero so'zi grek tilidan suv degan ma'noni bildiradi. Italyan tilida qora degan ma'noni bildiradi. Grek tilidan olingan suv ma'nosida qo'yganmiz, ya'ni suv.